Honor kompaniyasi yangi Power 2 smartfonini taqdim etdi. Eng muhim jihati, unda 1080 mAh ulkan batareya bor. Ammo smartfon tashqi ko'rinishi bilan iPhone 17 Pro ga juda o'xshab ketadi. Uchta kamera uzun blokda joylashgan, katta to'q sariq rangi ham bor, xuddi iPhone 17 Pro nikidek. Lekin shu yerda o'xshashliklar tugaydi. Honor Power 2 faqat uzoq ishlash bilan emas, balki boshqa qurilmalarni ham zaryadlay olishi bilan ajralib turadi. U powerbank rejimida ishlaydi va boshqa smartfonni USB-C Type-C orqali to'liq zaryadlab bera oladi. Telefonning o'zi esa 80 Watt tezkor zaryadni qo'llab-quvvatlaydi. Bir marta to'liq quvvatlansa, taxminan 2,5 kuncha ishlab beradi. Korpus alyuminiydan qilingan va suv, changdan juda kuchli himoyalangan. Shundoq ham kompaniya qurilmalarining chidamliligi bilan mashhur. Stereodinamiklar simmetrik joylashgan, ya'ni ovoz balandroq va tozaroq chiqadi. Ichida MediaTek Dimensity 8500 protsessori o'rnatilgan. Bu 2026-yil uchun mo'ljallangan yangi chip, qizib ketmasligi uchun katta sovutish tizimi ham bor. Smartfonning boshqa asosiy imkoniyatlarini mana shu ekranda qisqacha ko'rib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, Xitoyda Power 2 ning 256 GB lik versiyasi 2700 yuan, 512 GB lik versiyasi esa 3000 yuan atrofida. Agar bu smartfonni obzor qilishimizni xohlasangiz, videoga like bosib qo'ying. O'zbekiston kelsa albatta birinchilardan bo'lib